Maktab kelajak eshigi, ustoz esa uni nur bilan ochuvchi shaxs. Turkiston viloyati Sayram tumani Qorabuloq qishlog'ida joylashgan 75-asosiy o'rta maktabi 2000-yilda xalq hashari bilan barpo etilgan bo'lib, dastlab Dolabozor asosiy o'rta maktabi sifatida faoliyat boshlagan. 2019-yilda maktab direktori Murodjon Saydaliyev tashabbusi bilan ta'lim maskani rasman 75-asosiy o'rta maktabi sifatida litsenziya oldi. Shu davrda direktor o'rinbosari Nodirxon Usmonov ham maktab rivojiga munosib hissa qo'shdi. Hozirda maktabga Bahodir Qo'chqortayev rahbarlik qilmoqda. Maktab ta'lim, ma'naviyat va iste'dod maskani sifatida tanilib, o'quvchilarimiz respublika, viloyat va tuman miqyosidagi olimpiada hamda tanlovlarda yuqori natijalarni qo'lga kiritib kelmoqdalar. 2020-yilda Shohida G'olimjonova qozoq tili va adabiyoti fanidan viloyat olimpiadasida 2-o'rinni egalladi. 2021-yilda Choros Yo'ldasheva Ming bola respublika olimpiadasida 1-o'rin sohibasi bo'ldi. 2022-yilda Madina Irsaliyeva Men qozoqcha so'zlayman tadbirida respublika darajasida 1-o'rinni qo'lga kiritdi. Shahrux Bekzatov esa Axberin Unir tanlovida viloyat bo'yicha 2-o'rinni oldi. 2023-yilda Sevinch G'ofurjonova Ayqanot olimpiadasining viloyat bosqichiga yo'llanma oldi. 2024-yili Azizbek Uzzatullayev Mang'juyrak respublikalik tanlovida 1-o'rin sohibi bo'ldi. 2025-yilda esa Mohinur Sartayeva va Danogul Ergashtayeva ham Mang'juyrak tanlovida 1-o'rinni qo'lga kiritdilar. Shuningdek, Ismoil Hasantayev Tilga hurmat, yilga hurmat tanlovida 1-o'rinni, Shaxtiyor Sartayev esa Men qozoqcha so'zlayman tadbirining bosh sovrinini qo'lga kiritdi. Maktab o'quvchilari boshlang'ich ta'lim o'zbek tili, rus tili, ingliz tili, tarix, matematika, fizika, informatika, kimyo va biologiya fanlari bo'yicha ham faol ishtirok etmoqdalar. Sport sohasida Quvnoq startlar musobaqasida 2-o'rin, Shashka bo'yicha tuman bosqichida 1-o'rin va viloyat bosqichida 2-o'rin qo'lga kiritildi. Maktabda qo'l hunari, shaxmat, shashka, to'g'izqumaloq, futbol va debat to'garaklari samarali faoliyat yuritmoqda. Kitobxona tomonidan Kanikulda kitob o'qiymiz loyihasi doirasida o'quvchilar respublika miqyosida yuqori natijalarni qayd etdilar. Maktab shoirasi Gulbahram Abatova rahbarlik qilayotgan Shula ijodiy uyushmasi yosh ijodkorlarni qo'llab-quvvatlab kelmoqda. 2025-yilda o'qituvchilar O'zbek o'qirman 2025 tanlovida bosh sovrinni qo'lga kiritib, pedagogikalik ideyalar festivali va Mening ustozim tanlovlarida ham faxrli o'rinlarga sazovor bo'ldilar. Maktab bitiruvchilari orasida Fotima Abdusamatova, Visola Muhammadjanova, Dilafruz Rahmanqulova, Shohida G'olimjonova, Marjona To'xtamisheva, Muxlisa Abdurahmanova, Sobira Abdunabiyeva, Sug'diyona Yunusmetova, Choros Yo'ldasheva, Madina Irsaliyeva hamda oltin belgi sohibi Timur Abdurazaqov Qozog'iston Respublikasi oliy ta'lim muassasalariga grant asosida qabul qilingan. Gulmira Erasheva esa O'zbekiston Respublikasida grant asosida tahsil olmoqda. Maktab faxrlaridan biri Faxriddin Ikramjonov 2011-2012-yillarda Flex dasturi g'olibi bo'lib, Seren xalqaro ilmiy markazida tadqiqotchi sifatida ishlagan va hozirda IT sohasida faoliyat yuritmoqda. Abror Abduraimov 2025-yildan Al-Buxoriy xususiy maktabi direktori sifatida mehnat qilmoqda. Uchqun Sadilbekov sog'liqni saqlash sohasida uchastka terapevti. Otaxon Ikramjonov esa Amerika logistika sohasida dispetcher sifatida faoliyat olib bormoqda. 75-asosiy o'rta maktabi orzu va maqsadlar qanot yozadigan, iqtidorlar porlaydigan hamda kelajak bunyodkorlari tarbiya topadigan muqaddas dargohdir. Diqqatga sazovor jihati shundaki, maktab binosi xalqona hashar bilan barpo etilgan. Tashqi qiyofasi jihatidan zamonaviy va hashamatli bo'lmasligi mumkin, ammo uning bag'rida ulg'aygan orzular, qo'lga kiritilgan yutuqlar va tarbiya topgan iqtidorli yoshlar uning naqadar buyuk dargoh, ilm maskani ekanligini namoyon etadi. Mo'jazgina binoda katta qalblar, ulug'vor maqsadlar va porloq kelajak sohiblari tarbiya topmoqda.
bilimning serqirra va serso'xmoq yo'llari orqali yuksak cho'qqilarni zabt etmoqdamiz. 75-asosiy o'rta maktabi imkoniyat emas, intilish va mehnat muvaffaqiyat kaliti ekanining yorqin namunasidir. Bino ulug'vor qiyofada bo'lmasa-da, unda ta'lim, tarbiya olayotgan avlodning salohiyati maktabning haqiqiy qiymatini belgilaydi.